Okey, $1000 atrofida kontrakt to'la olayman, IELTS yo'q, lekin chet elda o'qimoqchiman. Qaysi universitet maslahat berasiz debdilar. Ko'pchilik aynan shunaqa holatda o'sha Instagramda reklamasi kuchli bo'lgani uchun Kent, Beykoz universitetlariga ketib qoladi. Ya'ni xususiy universitetlar. Vaholanki bu universitetlarda eng arzon fakultetlar ham yiliga $2000 dan boshlanadi. Men hozir aynan shu budjetga mos 3 ta top davlat universitetlarini aytaman. Oldingizga cho'nchak puli ham qoladi. Birinchisi bu Karabuk universiteti. Bu davlat universitetida yillik kontrakti o'rtacha $600-700 atrofida bo'ladi. Ikkinchisi bu Istanbuldan unaqa uzoq bo'lmagan Sakarya shahrida joylashgan Sakarya universiteti. Sakariyada yillik kontrakt narxi $300 dan $1000 gacha bo'ladi. O'rtacha to'lovlari shunaqa. Uchinchisi o'sha Trabzon shahrida joylashgan, o'sha ko'pchilik sayohatga boradigan go'zal shaharda joylashgan Trabzon universiteti. Bu yerda yillik kontrakti $400 dan $500 gacha bo'ladi. Qiziq tarafi bu davlat universitetlarida siz kontrakt narxini 2 ga bo'lib to'lashingiz ham bo'ladi. Siz izohlarda yozing, qaysi yo'nalishda o'qimoqchisiz, qaysi shaharda o'qimoqchisiz. Men aynan shunga munosib sizga universitet nomini tahlil qilib aytaman.